Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. İnternet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibrис, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Ayinchi xatimiz. Ans mesh qilib qaqayli savolashlar. Qaranglar, climbing, writing. Climbing, writing. Okay, answer. Climb was climbing. Run was running. Okay. Write was writing. Axir evilin axirlashgan bo'lsa, ayneli bitimiz. Qaranglar. Mana bir tamomlab beringlar. Masalan, sit dedik shunami? Sitting. Okay. Drink was chu. Okay, drink degan ichmak shunami? Drink, drinking. Cook, tamoq etmek. Cooking. Bularning asosini aytib Anda ma bir bo'g'imliq. Anda buningki so'zliq tavob sharfi keyindan sanaganda ikkinchi o'rinda bo'lsa, buni qanday qilamiz? Masalan, run, running. Ash enerbni bir qatam qaytlab qanday qilamiz? Ayincha qilamiz. Masalan, playing uchun bu vasqativeramiz, eat, bu vasqativeramiz, eating shunami? Eat degan yemak, yeyotidi. Dance. Ma dance dega i qanday qilamiz? Aniq talaffuz qilmaydi. Shunga i ni elib o'tib qanday qilamiz? Ayincha qilamiz. Buning bo'ldi dancing. Dancing. Clean. Clean deganimiz nima? Pokizlamoq, tozalamoq. Endi nima? Cleaning. Okay, cleaning. Xo'sh, hamsa qaranglar. Bu rasmda nima ish qo'yibdi? Okay, they play football. Okay, endi mana bir jumlaga aylantirib qo'yinglar. They play football. Ular to'p o'ynayotidi. Shunami? Hozir qilyaptini. Bu yerga nima qilamiz? Are. BPL shunami? They are playing football. Okay. Mushu pilning oxiriga nima? ING qatimiz. Shunami? Okay, endi ma'lumchi. Tom read a book. Okay. And the Tom nima ish qiladi? Kitob o'qiyotidi. Tom uchinchi shaxs birlik. Shu yerga Tom is read. Nima qiladi? ING qatimiz. Tom is reading a book. Tom bir kitob qanday qiladi? O'qiyotidi. Tom is reading a book. And macho, they watch TV. Okay. And ular nimkilla ikkinchi BPL. They are watching TV. Ular qanday qiladi? Televizor ko'rayotidi. And bucho. He stand. He is standing. U o'ri turayotidi. Yoki nima turayotidi degan gap qo. He is standing. U o'ri turayotidi. Nima ish qilyapti? What is he doing? What is he doing? U nima ish qilyapti? He's drinking water now. U hozir nima ish qilyapti? Suv ichayotidi. Nima? He is drinking water now. And bir savolga aylantirsak qanday desanglar, is he drinking water now? Is he drinking water? O'xshashlar nima BPLni oldiga o'tkazsak deb bo'ldi desanglar, bu oddiy savol jumlaga aylandi. Yes, he is. O ishlayotdi, shunami? Qaranglar, what is she doing? Endi bir alohida savolga aylantirsak nima? What ni qo'shsak ham bo'ladi, masalan, what is she doing? U nima ish qilyapti? She's cleaning the house. U uyini qanday qilyapti? Tozalayapti. Demak, she's cleaning the house. U qanday qilyapti? Uy tozalayapti. Okay. Is she doing her homework? Endi u topshiriqni ishlayaptimi? Shunami? No, she isn't. Əgər yoq desak, neyimiz sanlar? Isn't keyini nada qo'yib? No, she isn't bo'ladi. Okay, no, she isn't. What are they doing? Sizlarning ish qiladi bolalar? What are they doing? Nima? Ular yugurayotdi, shunami? They are running. They are running. Are they writing? Shunami? And ular bir narsa yozyaptimi? No, they aren't. Yo'q, ular qanaqa qilmadir, yozmayapti. They are running. Ular bir narsa yozmayapti, ular qanaqa qilyapti? Yugurayapti. Yasınca aşağıdaki tekstini edip tanışma teksti yani. Okay.
Sağdaşlar, mesela bugünkü şu grammatik mezmunu müşahiç olsun. Ense, tehim köp mezmun kızıksanlar, bizninki şu ünlüdar salonumuz, abditali bizim düşürülüp, devamlık şu programımızın kösenli oldu. That's all for today and see you next time.